Bizga mijoz Rahmonov Hasan murojaat qildi. Unga nisbatan Rossiya Federatsiyasiga kirish muddatsiz zapret qo'yilgan edi. To'lanmagan jarimalar sababli. Biz qarorni tekshirish uchun Moskva shahri bo'yicha MVDga rasmiy ariza yubordik. MVD javobida avval haqiqatan ham mijoz nisbatan jarima sababli kirishga zapret qo'yilganligini ko'rsatildi. Qo'shimcha tekshiruv jarayonida MVD orqali markaziy buxgalteriyaga so'rov yuborildi va u yerda rasmiy javob keldi. Jarima to'langan ekan. Qiziqarli holat, to'langan holatda ham zapret qo'yilgan ekan. Shundan so'ng shu ariza doirasida MVD avval qabul qilgan qarorni bekor qilish tartibini boshladi. Bir oy o'tib bizga rasmiy javob keldi. Zapret to'liq bekor qilindi. Bugungi kunda mijozimiz Rossiyaga kirishi, qonuniy yashashi va rasmiy ishlashiga hech qanday migratsion cheklovlari yo'q. Assalomu alaykum. Men 3 oy oldin zapret bo'lib O'zbekistonga qaytib ketgandim va EDVS Crop, ya'ni yuridik kompaniya tomonidan meni zapretim o'rganib chiqilib, butkul olib tashlandi. Men hozirgi kunda Vnukovo aeroportidaman. 100% ishonchli Crop bu EDVS Crop. Agar sizda yoki yaqinlaringizda zapret bo'lsa, bizga zapret so'zini yozing. Sizning ishingizni o'rganib chiqamiz va yordam berishga harakat qilamiz. Aytgancha, bizning kanalimizga obuna bo'lganingiz uchun katta rahmat.